Mazkur tanlov teatr san'atini rivojlantirish, yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash hamda milliy sahna madaniyatini yanada ommalashtirishga qaratilgan. Norin tumanida o'tkazilgan tadbir avvalida so'zga chiqqanlar bunday tanlovlar xalqimiz, ayniqsa yoshlarimizning ma'naviy kamolotida muhim o'rin tutishini alohida ta'kidladilar. Bugun mana Norin tumanimizda Turon maktab teatrining Norin tuman bosqichi mana ko'tarinkilik bilan tashkil etilyapti. Bu yerda bizning Norin tuman umumiy o'rta ta'lim maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga qarashli 44 ta umumiy o'rta ta'lim maktablaridan 600 dan ortiq jamoalar shakllangan bo'lib, 4,5 mingga yaqin o'quvchilar qamrab olindi. Bu maktablararo saralash bosqichlarini tashkil etdik. Mana tashkil etilgan g'olib bo'lgan jamoalar tuman bosqichida bellashyapti. Bundan keyingi mana tuman bosqichini chiroyli tashkil etib, viloyat hamda respublika bosqichlarida ham Norin tuman jamoalarini g'olibligini qo'lga kiritish maqsad qilib olganmiz. Shu respublika bosqichida rivojlangan davlatlarga ta'lim sayohatini qo'lga kiritish bizning maqsadimiz. Tanlovda sahnalashtirilgan chiqishlar turli mavzularni qamrab oldi. Ularda insoniy qadriyatlar, milliy an'analar, oilaviy munosabatlar hamda jamiyat hayotidagi dolzarb masalalar badiiy talqin etildi. Ishtirokchilar o'z chiqishlari orqali aktyorlik mahorati, sahna madaniyati va ijodiy yondashuvlarini namoyon etdilar. Hakamlar hay'ati esa har bir jamoaning chiqishini sahna talqini, aktyorlik mahorati, g'oya va mazmun kabi mezonlar asosida baholab bordilar. Tayyorgarlik juda qiyin, hayajon bosdi, sahnalarda maktablarda ham tayyorlanish, bu hammasi ustozimning samarasidir. Men ustozimga juda ko'p tashakkur, rahmat aytaman. Mana shu chiqqan har bitta jamoa o'zlari yaxshilab tayyorlangani, qandaydir ichlaridagi o'sha hissiyot bilan yaxshi rol ijro etayotganini ko'rsatib bera olishyapti. Biz tayyorgarlikda qiynaldik deya olmaymiz, chunki rollarimiz juda ham maroq bilan o'zimizni xarakterimizga, fe'l-atvorimizga tushgan holatda tanlaganmiz va ularni ijro etishda o'zimiz ham maza qildik. Misol uchun biz Qirmizi olma spektaklida men kampir rolini ijro etdim va ayta olamanki, o'sha shum kampirning rolini xuddi o'zimdek. 4 yildan beri shu sohadaman. Lekin biz maktabda oldinroq 5 yil oldin boshlangan ustozlarim bilan tayyorgarlik ko'rib, ancha harakat qilganmiz. Otamdan qolgan Dalalar romanida bosh rolda o'ynadim. Endi qanday chiqdi bilmayman, lekin yaxshi o'ynadim deb o'ylayman. Buni endi muxlislar o'zlari baholashadi. Bunday tanlovlar teatr san'atini rivojlantirish, yosh ijodkorlarning iqtidorini yuzaga chiqarish hamda sahna madaniyatini keng targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tanlov yakunida yaxshi jamoalar saralanib, munosib taqdirlandi. G'olib maktab jamoasi keyingi bosqichda ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritdi.